Hazreti İsa 12 şagirdiga toplab bo'lgandan keyin Galileydagi har qaysi shaharlarda ta'lim berish va xush xabarni jakarlash uchun u yerdan ayrildi. Zindondagi Yahyo payg'ambar İsa Masihning qilgan ishlarini anglab, shogirdlarini avatib, ular orqali Hazreti İsa'dan Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi deb so'radi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Sizlar qaytib berib, yaratgan mo'jizalarimni va aytgan ta'limlarimni Yahyoga yetkazib, ko'rlarning ko'zi ichildi, to'kurlar ma'olaydigan bo'ldi, mahav kisli bo'lganlar saqaydi, g'aslar anglayoladigan bo'ldi, hatto o'lganlar tirildi va kambag'allarga xush xabar yetkazildi deb aytinglar." Yahyoga yana: "Mendan gumonlanmay, menga tavranmay ishonganlar nima degan baxtlik deb qo'yinglar" dedi.